Mana soat 1ga yaqinlashdi. Biz Oltinsoy tumani ichki ishlar binosida turibmiz. Xavfsizlik kubigini munosabati bilan musobaqani. Soat necha bo'ldi? Soatimiz 1:05 bo'ldi. Hali ham biz o'sha bino yonida turibmiz. Buradan o'tyapti, hali ham turibmiz. Xavfsizlik kubigini deb. Mana ichki ishlar binosini oldiga qarab turibdi mana. Hozir to'xtab turing, zo'r joyini syomka qilyapti. Nimaga bularni bu tomonga olib o'tib ketyapti? Jamshid aka deb. Aka, Jamshid aka! Bormilar? Mana yo'q, men Oltinsoy tumanida chaqirsangiz ham javob bermaydi, so'rasangiz ham javob bermaydi. Chiqmayapti hech kim. Baqirishimiz kerak. Aka, Jamshid akani chaqirib olasizmi? O aka, eshityapsizmi? Jamshid akani chaqirib olasizmi? Soat 3da ham ko'chada kutib o'tiribmiz. Hech kim javob bermayapti. Soat 3 bo'lyapti. Hali ham ichki ishlar binosimiz. Mayli. Mamlakatda yetimlarni, yesirlarni hech kim yo'qlardi, mana shunaqa xo'rlar ekan. Bolalarimni mezaj topib yotqizib qo'yibdi, bir sutka bo'ldi. Mana chiqarmayapti, uryaptimi, kerakmay, sog'ini bilmaymiz qanday. Nima bo'lganini bilmaymiz. Xavfsizlik guruhiga mana shuncha janjal bolalarini topib yog'ib o'tiribdi.
Nima kerak shu futbol nima kerak? Ko'p nima kerak? Mana bolalar kim boqadi? Ha, bolalar boqadigan shular o'zi. Siz bolalar puli olmasa, boshqa qilmasa, shu bolalarimiz ishlab boqadi. Hurmatli prezident, bu nima ahvol? Bu nima? Bu mamlakatda soqqol muhokama, ro'mol muhokama, lekin Oltinsoy tumanida ochilgan striptistlar muhokama emas ular. Lekin bir bolalar bir urush bo'ldimi, yo'qmi, buni videolarini bizga ko'rsatmaydi, yaqinlarimizni ko'rsatmayapti. Nima qildi? Urdimi bular? O'ldirdimi? Prezident, uyim yo'q, joyim yo'q. Bir yolg'iz beva yetimchaman. Men alag'aytib bu xodimlarni vataniga yashab qolgan. Bularni menda adovati bor. Bularni men mana shu uydan chiqarish uchun aralashmagan jigarimni olib kelib yopib, hamma kirishi mumkin bo'lgan dargohga va Nargizaga zapret qo'yilgan. Sababi uydan chiq deyapti. Uyni bo'shatib qo'y deyapti. Uyni bo'shatsang ukangni chiqaramiz deyapti. Qayerga borib yashay? O'zbekiston fuqarosi yer ustida turishga haqqi bor-ku. Mana kiritmayapti. Bular jigarlarimizni. Bilmaymiz biz. Hamma kirib chiqyapti, lekin men kirib chiqa olmayapman. Jigarimni ko'ra olmayapman, hurmatli prezident. Ijtimoiy tarmoqqa chiqarishni xohlaydi. Bular xohlaydi. Bular sizga minus bo'lishni istaydi. Biz kechadan buyon videolarimizni oldik, chiqazmadik. O'tiribmiz kutib. Iltimos bir marta ko'raylik, iltimos deb. Tong otguncha o'tiribmiz bino oldida. Odam o'rnida ko'rishmaydi. Xalqni nafratini uyg'otib, sizga qarshi xalqni qo'ymoqchi, provokatsiya qilib ichki ishlar xodimlari. Prezidentga qarshi xalqni qo'yyapti. Prezidentga nafrat uyg'otyapti. Mana yosh bolalarda prezidentga nisbatan nafrat uyg'otyapti bular. Mana joyga mumkin emas. Ish kun oilamni kim boqadi, janob prezident? Voyaga yetmagan bolalarni kim boqadi? Bolalar puli olish mumkin bo'lmasa, uy joyi bo'lmasa, davlat ishi bo'lmasa, mardikorlikda orqasidan va oila ro'zg'or teratayotgan xalqingizni ichki ishlar xodimlari ko'taryapti sizga qarshi. Qo'zg'olon qilmoqchi bo'lyapti bular. Nima bularning xatti-harakatiga qonun oldida javob yo'q. Elektroshok ishlatib bolalarni olib ketadi, bularga javob yo'q. Mana onamda ahvoli. Bir shu o'g'irlikda ayblab, mana shu jigarimni janob prezident uyimga gurpa bosib, onam sahriy diabet qildilar. Mana aralashmagan jigarimni olib kelib o'tiribdilar. Onam bir ko'rsinlar deyapmiz, ko'rsatishmayapti. Nima qilaylik? Majburmiz ijtimoiy tarmoqqa chiqishga. Sizga yetib borish uchun chiqamiz. Sizga yetib borish uchun syomka qilamiz. Qay yo'l bilan sizga yetib borsin xalq? Yo'limiz faqat ijtimoiy tarmoq bizda. Hokimga chiqdik, prokurorga chiqdik, nachalnikka chiqdik. Hech kim eshitmayapti bizni. Urushmagan birovni bir shapat urmagan, ajratganga ham shuncha beradi. Haqiqat qoni prezident. Bizga o'xshagan yetim yesirlarni boquvchisini ishni qamaydimi? Kim boqadi uni bolalarni, ha? Kim boqadi? Hurmatli prezident, biz onalarimizni ko'z yoshiga qanday vatanga xizmat qilamiz, aytingchi? Qanday bu vatan uchun jon berishimiz kerak? Qanday bu holatda turib daromad soliqlari to'lab biz davlatga xizmat ko'rsata olamiz, onalarimizni ko'z yoshini ko'rib? Siz onani qadrini bilganda hech kim bu dunyoda onani qadrini bilmaydi. Hurmatli prezident, bu narsaga e'tiboringizni qarating. Bu narsani ko'rib chiqing. Siz ko'rishingiz uchun ozodlikka chiqyapmiz. Sizga yetib bormaydi videolarimiz. Mutasaddi rahbarlar ko'rmaydi. Biz xohlamaymiz vatanimizni chiqarishga, lekin majburmiz. Sizga qanday yetib boraylik? Qaysi yo'l bilan yetib boraylik sizga? Ha, mana shu yerda qismida rishotkani ichida odam saylab kiradi. To'g'ri ekan.
Asad o'chir telefon. Mana aka, davlat xavfsizlik xizmatini ko'bigini deb onalar kechadan buyon ko'chada. Shanba kun sut bo'lmaydi deb yozib qo'yib, shanba kun sut qilganini qaranglar buni. Ya? Odam o'ldimi? Yaqinlari bilmaydi. Biz Amerika fuqarosimizmi? Mana O'zbekiston fuqarolar kechadan buyon mana shuncha odamni izdan ko'chaga. Bu fuqarolarning haq-huquqi qayerda prezident? Chiqmaylik deymiz ijtimoiy, majbur qilishadi chiqishga ijtimoiy tarmoqqa. Kechadan buyon aytyapmiz, chiqarmaylik ijtimoiy tarmoqqa. Shu vatan bizniki, tinchliklar sherga. Maylik, nima odam o'ldimi? O'zbekiston fuqarosi ko'chaning ustida turishga haqqi yo'qmi? Mana onalarning fikri buzildi. Sport kerak emas bolalarimizga degan tushuncha olyapti. Mana bu akalar kechadan buyon muomala qilmaydi, chiqmaydi, gaplashmaydi biz bilan. Biz nima? Fransiyadan kelganmizmi? Shu davlat fuqarosimizki, nimaga gaplashmaysiz? Kechadan buyon sizga aka qaravoring, jigarimda ahvoli qanday deyapman. Mana bular javob bermaydi prezident. Shunaqa imkoniyat berganmisiz bularga? Ko'rsatmaydi ham. Mana kechadan, mana soat 3 dagi syomkalarim bor, hammasi bor. Hozir chiqadi, gapni ham gapirisha olmaydi. Futbolga tiraka zapas beradi. Bu xodimlar davlatni boyitish uchun harakat qilsin. Mana shu bolalarning hammasi, ichkarida kirgan bolalarning 2tadan 3tadan bolasi bor. Bugun bolalar bayrami kuni otalar qamoqda, ko'chada. Ombudsman bolalar huquqiga qarayapti. Hamma bolalar, ayollar ko'chada hammasi. Bu nima ahvol? Adolat qilin. Och yashashga rozimiz, adolatsiz jamiyatga norozimiz. İjtimoiy tarmoqqa chiqmanglar. Biz ham vatanni sevamiz, lekin bular majbur qilyapti chiqishga. Tong otguncha milsaxonaning eshigini oldida turdik. Bironta inson demaydi bular. Odam o'rnida ko'rmaydi. Mayli, har bir harakati uchun javob berish kerak. Bir xil jazo, na advokat, na oila biladi. Hamma kim nima bo'lganini bilmaydi. Shumi adolat? Shumi vatanparvarlik? Bu mana voyaga yetmagan bolalarning miniyasida nima bo'lyapti? Ongi buzilyapti bularni. Qo'ymaymiz bolalarimiz yerda sportga qatnashmaydi. Sport kerak emas bizga nomimizga. Bolalarimiz Mana akalar izidan non toshiydi, suv toshiydi. Kechadan buyon ovqat toshiymiz biz. Nima bu ahvol? Jigarlarimizni olib kelib yopadi. Biz davlat uyida yashaymiz-da. Yashayman, menga provokatsiyasi bor bularni. Na bizni jigarimizga ovqat berishga kiritadi, na yoniga kiritadi, boshqalarga mumkin. Lekin Abdiyevaga mumkin emas. Chunki men chiqishlarda uyda yashayman. Meni shu uydan chiqarish uchun provokatsiya qilyapti. Men kira olmayman. Jigarimda ahvolini bilmayman. Urib o'ldirdimi? Jigarini ezib qo'ydimi? Doktor qatnaydi kechadan buyon. Videolarimiz mana bor. mana bolasi ko'chada. Mana shu bolalarni boqadi. Bu bolalarga bolalar puli yo'q. Otamiz yo'q bizda. Yetimlar xo'rlanadigan jamiyatmi bu? Onalarni ko'z yoshini to'kadigan jamiyatmi bu? Bizni boquvchimiz faqat shu ukam. Otam yo'q, onam ishlamaydi. Bular provokatsiyasini deb kurpalargacha uyimga kelib, bosib, onamni sahrini diabet qildi, innamadik. Qo'ydik, bosildik, og'ir bo'ldik, jim bo'ldik. Mana ichki ishlar binosi biz uchun yopiq. Bu davlat kim uchun qurildi? Qurdingiz buni prezident. Xalq uchunmi? Bu kim uchun bu idora? Biz uchun eshiklari yopiq. Jigarimiz ahvolini bilmayapmiz. Kirg'izishmaydi, odam o'ldirdimi? Vatanni sotdimi? Davlat pulini musodara qildimi? Davlat pulini yetgan
Qolganlar ham ochiqlikda yuribdi o'ynab kulib. Hurmatli prezident, hozir chiqadi. Bu xavfsizlik kubigi nima uchun? Uyushmagan yoshlarni uyushtirish uchun, yoshlarga motivatsiya berish uchun. Maksiyami? Opki bolalarni qamab, oilasiga ko'rsatmasdan, xabar bermasdan. Bu shumi bolalar kubik shu maqsadda o'tkazilyaptimi respublika bo'yicha? Mana hurmatli prezident, bolalar kunida bizni bolalar otalarini ko'ra olmasdan ichki ishlar binosiga qarab o'tiribdi. Mana O'zbekistonda ahvoli. Mana O'zbekistonda ahvoli. Bolalar bayramiga bolalar ota mehridan mahrum. Siz nimaga kelib o'tiribsiz, opa? Boquvchingizmi ikkita bolangiz? Mana bilmaydi ota-onalar. Endi bitta kelyapti qamalganini eshitib ota-onalar. Bu shumi bizga? Bu davlat xavfsizlik xizmatini kubiga shu narsani olib keldimi? Onalar ko'z yoshini. Men bu opamizni ham itda. Opa nechta bolangiz ketdi? Mana aka, onalar ko'z yoshi oqmoqda. Chiqib hech kim bu ota-onalarga javob bermaydi. Turibdi eshik oldiga hammasi. Faqat mahalla raisimiz qolgan ertalabdan kechgacha xizmatga. Bu xodimlar xizmatni qilmaydi. Hozir ko'rsataman. Operamiz izidan ham biladi. Nimaga ko'rsatmayapti? Bolalarimizni ko'rsatsin. Nima qildi? Urib o'ldirdimi? Jigarni ezdimi? Nimaga ko'rsatmaysizlar? Sen nima urdimi? Bir joyingni ko'rdimi? Bir futbolchi mafka 15 tamatchani yopasan. Kechadan beri uskon qatlayapti. Traumatolog kelyapti. Nimaga ko'rsatmaysizlar? Nima uchun ko'rsatmaysizlar? Ko'rsatinglar bolalarimizni. Mana voyaga yetmagan bolalar kelib nima topadi bular endi? Bularni bolalarni boqasizlar, otga beramiz, hammang boqasan. Boquvchisi otasi, sendan davlatdan pul olmasa boshqamisa shular boqadi bolalarni. Nohisoblar, shuncha berasanmi? Alloh jazoingni bersin hammangni. Jazoingni bersin, senda ham bola bor. Senda endi boshqa bela. Ha bolalar bundan battar kunni ko'rsin, bizni bolalar ko'rayotgan kunni battarni ko'rsin. Xudodan xoh senlar, Xudo ko'rsatsin senlarga. Bitta o'yindi deb shuncha bachani javob qilyapsan. Urgan kecha uribsan, ko'rsatmaysiz. Mana bolalarni ko'rdik, sog'lom demaydi. Kechadan buyon mana shu ahvol. Biz ijtimoiy tarmoqqa qo'ymayotgan edik, kutib o'tirgan edik. Kechadan buyon mana shunaqa ahvol. Yop eshik. Mana onalar ko'z yoshi. Buyon skori qatnaydi. Bu bolalarni 15 sutka berganning sababi ichkarida bolalarni mayib qilib tashagan. Mana hurmatli prezident, kechadan buyon skori ovora berga. Nima qilyapti jigarlarimizni? Faqat skori qatnagandan keyin onalar qanday tinch o'tirsin? Mana skori
qatnaydi. Kechadan buyon 15 sutka berganni sababi bolalarni mayib qilib tashlagan. Shulardan so'rashni Nargiz yaxshi. Hurmatli prezident, biz ijtimoiy tarmoqqa chiqishni istamaymiz. Ko'rsataman qarabdir. Mana onangni deb so'kayapti ichkarida. Mana skori qatnab yotibdi. Mana onalar qanday, bolalarimiz nima ahvolda deyapti skorini ko'rib. 15 kun berdi deyapti. Nima ahvolda deyapti. Ko'rmasin deyapti, urgan joylari yetsin deyapti. Boshqa Qancha bu bolalar o'ligi chiqqan bu yerdan. Qancha odamlar o'ligi chiqqan joy. enangni beqardi, enang mendan battar bo'lsin xudoya. Onangni ko'rsat, onangni palonchasini ko'rsat deyishyapti ichkarida. Ichkaridagi milsalar. Onasi beqadir, onangni deydi betimga qarab. Xudoya. Alloh kifoya qilsin. Buyuk yaratgan egam kifoya qilsin sizlarga. Onangni deb so'tding, eshitdim qulog'im bilan. Xudodan topdir. Hamma yashatdi onangni degandi. Hamma eshitdi. Mana bu ichkarida turib ichkishlar onalarni g'azabga keltirib o'tiribdi. Bizlarni nima? Mana dedi Nargiza qarab. Aynan o'tirgan bilsa. Alloh kifoya qilsin. Oilang bilan yetti pushti avlodingga Alloh kifoya qilsin. Rushnolik ko'rma, ikki dunyo saodatini ko'rma iloyim. Xudodan top, iloy xudodan top hammang. Mana yerda xotinlar bor. Manaqa chiqib so'q. Enang Ko'rni kirgizmabdi bular. Nimaga? Eshitib turibdi. Mana butun xalq onangni palonchasiga tushir deb. Bar ol, narz ol. Kasallik doktor chaqirsak, ular kirgizmar ekan. Mana oqibat shulaganda. Mana biz doktor chaqirib, bizni kiritmagani uchun hurmatli prezident shaxsan onalar mana kechadan buyon skori qatnayapti. Zaiflina tushayotgan, registratsiya bo'lyaptimi borayotgan zaiflinalar aka ichki ishlarda. Yo, doktor har kun mesela kelishga iloji bor. Mazasi yo'q, asl. Mana doktor siz kim chaqirdi? Doktor sizni kim chaqirdi? Ichkaridan so'rayapti, hamma tomondan tinchlik qaytaryapti. Ketyapti. Ichkaridan chaqirdi. Yo'q, to'xtang. Sizni ichkaridan chaqirdi. Yo'q, to'xtang. Yo'q. Chaqirdi, lekin kiritishmayapti, to'g'rimi? Biz mana Ichkariga telefon qilyapti, tinchlayapti. Kirgizma deyapti, bo'ldi. Bo'ldi, kirmang hoji bor. Bunchalik zo'r ekan, kirmang endi. Mana. 15 kishi bo'ldi. Bunchalik ana ekan. Kiringizda, kiring. Bijan bir. Qani, mishtra bormi? nima deyyorlar? Bular ham ichkari kirishlar, aytsam. Vijdonan chiqinglar. Vijdonan chiqinglar. Qarab chiqinglar. Vijdonan chiqinglar. Dunyo o'tib ketadi hammadan. Mana deputatimiz nimaga kirib aralashmadi? Sudga kirdingizmi? Mana deputatimiz ko'chada turibdilar. Yoshlar uchun kelib, na sudga deputatimizni kirityaptilar, hurmatli prezident. Na ichki ishlar binosiga deputat kira oladi. Bu deputatlikni bu daxlsizligi qaqa qolyapti, hurmatli prezident. Deputatimiz yoshlar uchun kechadan buyon shu yerda sarson. Kiritmaydi kechadan buyon. Kechadan buyon deputatimiz ovora. Mumkin emas ekan deputatga. Deputatlik daxlsizligi ham bo'lmas ekan ichki ishlarga. Ya bu vaqt tushunmadi. Mana deputatimiz kechadan buyon ovoramiz aka, shu yoshlar uchun yuribsiz. Kechadan buyon kira olmasdan yuribdi deputatimiz. Hech kim bilan gaplasha olmayaptilar. Uyushtirilyapti. Mana ayollar bolalari bilan ko'chada. Ayollar bolalar bilan ko'chada. Bolalar bayrami kuni otasidan mahrum bolalar. Sud qiladi, nima jinoyat? Mana hurmatli prezident, mana bu yerda ham bolalar ovora. Otasini so'rab kelib o'tiribdi bolalar bayramga bormasdan. Otasi bularni ertaga bayramga olib boraman deb va'da bergan ekan bularga. Dadam bizni bayramga olib borsin deb kelib o'tiribdi bolalar. Bular hammasi sportchi bolalar, futbol o'ynaydigan bolalarni shunday qilyapti. Jinoyatchi bolalar emas bularni birontasi. Hammasi sportchi, futbolistlar.
Bu xavfsizlik kubogi nima kerak bizga bu? Otalarning qamoqda bolalar bayrami kerak. Bolalar qor-zor bo'lib yuribdi.